Bugungi ob-havo haqida muhim ma'lumotlar e'lon qilindi. Bugun qayerlarda yomg'ir yog'adi va ko'chaga siz qay holatda chiqishingiz kerakligini albatta bu videorolikdan bilib olishingiz mumkin. O'zgidromet 23-mart kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi 23-25 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 9-14 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 9-14 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, kechga tomon biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 9-14 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo biroz bulutli, kechga tomon biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi ham mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi ham bor. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida esa sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi ham mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi.